Assalamu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz danliq yozuvchimiz Jaloliddin Bakram yozgan Kona qopqan romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda Darnih mollarining Hindiston va Jungo munosabatidagi afzalliklardan foydalanib, o'zining boylik qo'lashdek bu qilmishni qonunlashtirib olgan yerlarni o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Moller Oxford Universitetida Makartini bilan tunji ko'rishgandan boshlabla intayin chiqishib qolgan edi. Shundan keyin ularning do'stligi oxirgacha davom qildi. Moller bilan Makartini o'qish bitirganda Maarif ministrligi ularni Angliyaga qarashli Hindistonga avatdi. Ikkisi Hindistonda doim bir-birini izdishatdi, ham suhbatlarda bo'ladi. Keyin Buyuk Britaniya imperiyasi Iroq Sharq va O'rta Sharqda Rossiya bilan bo'lgan kengaymichilik raqobatining ehtiyoji tufayli Makartinini Jungoning g'arbiy diyoridagi Osiyoning markazi Qashqarga avatgan edi. Shunga qadinas do'sti Karnik Mollerning Chinabog'da paydo bo'lishi Makartinini etqusiz xushal qilavatdi. "Qani birodar", dedi Makartini egilib turib. "Ozg'ina g'iza tayyorladim, bilmadim, og'zingga tetamdikin." "Nima ishqa tetimog'idak, hammasi o'zimizning taomlari tursa." Mollermo tuzut qilib o'ltirmadi. "Biroq do'stim, bu hashamatlik dasturxondan ko'ra menga taklimakondagi yer osti madaniy meroslar o'rnining bir parcha xaritasini tepib bersang kifoyidi." "Yaraysan, senda botirlarning xislati, ekspeditsiyachilarning jasorati bor. Ammo qursaqni to'xtamay turib, halokat dengiziga qanday qadam bosqil bo'ladi? Avval bu qo'rimlarga eg'iztak, og'zingga cho'qim tetaydi." Makartini cho'ng qo'rima qachisining og'zini ochdi. Moller hayron bo'lgan holda qachida qo'rima emas, balki qatloqli xarita turganligini ko'rdi. U o'rnidan irg'ib turdi-da, xaritani ochdi. Uning ko'zlari xuddi bir tangna sutni ko'rgan mushukning ko'zlaridek chekchiyib ketdi. "Rozi bo'lgansan?" Makartini Mollerning dollasiga urib qo'ydi. Mana bu Strich Werner taklimakon qumliqida mangan yo'l va u bayqagan qadimiy xarobeliklar o'rnining xaritasi. Yana texi u bayqamagan, ammo biz biladigan xarobeliklar o'rnining belgilarimi sizilgan. "Beh yaxshi bo'ldi." Moller darhol bu kalni qo'liga oldi. "Biz Buyuk Britaniya imperiyasi ham uning dunyoda tangdoshsiz shuhrat qozonishi uchun ko'tarayli." Bayatdan beri nafsi taqildab, haraqqa ishtiha saqlab o'tirgan Kinatun bois Kevinis va Henrilar qadahlarini urushtirmayla galg'a to'kdi. Buningdan sal o'ng'aysizlangan Moller ularga olib qarab qo'ydi. Buni sezib qolgan Makartini bokallarga haraq qo'ygan bo'lib chandurmidi. Ammo Moller xuddi po'xni usruqda bosgandek gapga tutindi. "Xotan qadimgi Budda diniy madaniyatining markazi. Ammo bu madaniyatning manbasi shubhisizki ikkinchi vatanimiz Hindistonda." Moller chiroyli burnini silab qo'ydi. "Yerlik kishilar va sharqshunoslikning xabari yo'q. Strich Werner taklimakon qumliqida shuncha ko'p qo'l yozmalar. Xotan qadimgi Budda diniy madaniyatining markazi. Ammo bu madaniyatning manbasi shubhisizki ikkinchi vatanimiz Hindistonda." Moller chiroyli burnini silab qo'ydi. "Yerlik kishilar va sharqshunoslikdan xabari yo'q. Strich Werner taklimakon qumliqida shuncha ko'p qo'l yozmalar va boshqa qadimiy buyumlarni topgan yerda menda sharqshunosning olamshumul boyliqlarga erishishiga qilsig'maydi. Men buningga 100% ishonaman." Makartini qadahni ko'tardi. "Qani, seni g'alabalaring uchun ko'tarayli." "Rahmat do'stim. Sening meni qo'llaydiganligingga ishondim." "Dastlab qayerni iroda qilding?" "Xotan." "Shundoq, Xotanga berishing kerak." Oxirgi ko'rizni ko'rsatmoqchi bo'lgan Makartini o'rnidan turib chavak chelishi, tashqirqi uyda tamoq yeyotgan Inoyat Axun kirib keldi. To'limu tasodifilik his qilgan Mollerning ko'zlari chekchiyib, "Inoyat Axun?" deb salg'anligini sezmay qoldi.
İşning tegiga yetgan achchig'i yomon Kinatun o'rnidan dast turishi Moller uningga o'zingni bos degandek ishorat qilib etdi. O'zimi qilcha chandurmay Inoyat Oxun bilan qo'l ilishib salomlashdi va hol ahvol so'rashdi. Sizlar tunishadigan o'xshamamsizlar? so'rdi Makartini. Shundaq, Moller g'alitla kulib qo'ydi. Ben aldığın qatim kelginimdə İnayət Axun mənə nəhayət qimmatli kitabdan ikkin setib bergan edi. Bək yaxşı boldu. Strich Werner ən burun Xotandakı Xoranuk şəhər xarabasını tapqan. İnayət Axun o yerlərni beş qoldək pişiq biladi. O yol başlasa muvaffaqiyat qazanışında gap yo'q. Biroq Makartini Mollerni Xotanga berishida yana bir muddaasının barlığıdan bexabar edi. Bu bir məxfiyətlik bo'lib, Moller bilan Kinatolla biletdi. Makartini әтсі сәһәр ularni usutib qo'ydi. Og'zidagi ko'miloch ximirini chaynab ketayotgan to'ygilar borgan sari Qashqardan uzoqlab bir necha kunga qolmay cho'l jaziraga kirib ketdi. Ular Xotan diyoriga yaqinlashgan sari poyozsiz qum bayovan, qurib ketgan daryo qinlari, hara ko'tikidek bo'lib ketgan uylar, qum to'zonlar uchib turgan yo'llar, bu yerlarni qum bayovandagi bo'stonliq degandan ko'ra qum bo'ronlar yutib ketgan bo'stonliqning bir parchasi degan tuzuk edi. Moller Xotandagi ashunda qaqqosliqni yaxshi ko'ratdi, chunki uningga kerakli boyliqlar mana mushunda qaqqosliqning ostida tepilatdi. Inoyat Axun Mollerning nazarida go'monliq odam bo'lg'achqa Kinatun, Kevinis, Henrilarga uningga ko'z quloq bo'lishini topildi. Agar u qechib ketsa, muhim plandan biri so'g'a chilishatdi. Shunga ular Xotanga yetib kelgandan keyinmi Kinatun, Kevinis, Henrilar uning orqasidan bir qadam neri bo'lmadi. Buni sezib qolgan Inoyat Axunmu o'zini natunish yeziqdagi kitoblar chiqqan yerga opirdiganligini panidi. Qani, Abbas aparmamdi. Bundaq ajnabilarga tetimgan jonni ishtiq tashlab bermay. degan o'y Inoyat Axunning jahlini qattirdi. Xotanning doti Wang Ambal Jungo hukumatining Mollerning bexatarligiga kapolat qilish hamda uningga eng zo'r imkoniyat yaratib berish, harakatiga chek qo'ymaslik to'g'risidagi aloqani topshirib olg'achqa, Moller Xotanga kelishiga elchilardek muomalaga noil bo'ldi. Ammo u choy ziyofat, o'yin tomoshalarni rad qilib, odatdagidek g'azolandi. Qiri cho'rilar va yerlik mansabdorlarni chaqirib, natunish yeziqdagi kitoblarni surishtirdi. Lekin ular xarobiliklar to'la, ammo biz natunish yeziqdagi kitoblarning borligini bilmaydiganmiz, deb javob berishdi. Karnik Moller o'lchash xodimi Kevinis, fotograf Henry, yollangan medikar Helim turdi, maslahatchi ham do'sti Kinatun, Xotan ambili qitib bergan oshpizi Qodir Axun, yo'l boshlovchi Inoyat Axun, ekspeditsiya atritining eng kichik a'zosi Karru ismli pista itini ilib, tang yo'rmasda yo'lga chiqdi. Ular Xotanning shimoldagi qumliqqa qarab yo'l elishdi. To'yga ustida o'tirgan Moller nimanidir bilmoqchi bo'lgandek Inoyat Axunga ko'z qirda pat-pat qarab qo'yatdi. Lekin Inoyat Axunda hech qanday g'ayri alomat ko'rinmaydi. U pakar otda uxlab qolgandek o'ltiratdi. Qum dengizi yiroq janubga so'zilgan bo'lib, uning jigarsimon barxanlari dengiz to'lqinlariga o'xshab ketadi. Hadisla pakar atlarning to'yaqlari yumshoq qumlarga petib qilib, tasta qadam oladi. Moller Inoyat Axunning yo'l boshlashi bilan natunish yeziqdagi kitoblar chiqqan qumliqqa ketib boradi. Guma qumlig'i Guma bozoridan xeyli yiroq edi. Moller to'gidan tushib nihoyat tasta cho'ng bir qum tövisining ustiga chiqqanda, orqadan yetib kelgan Inoyat Axun uningga "Keldik" dedi. "Mush yer shumi?" "Ha, bu yerni Qorako'l bozor deb atishadi. Qarang," Inoyat Axun past tuzlanliklarni ko'rsatdi. "Aslida qabristonlik ishkaliga aniq turmamdi." Moller bu yerning qabristonlikqa o'xshaydiganligini jazmlashtirdi. Quruq sho'r o'rlab turgan ko'lchakning bo'yida kichik qum do'ngligi bo'lib, uning ustiga bir necha tal xoda o'rnatilib, xodaga har xil tug' alamlar chigilgan edi. Bu albatta ulug'larning ko'milganligini bildiradi. "Nima uchun bu yerda tuproq beshi yo'q?" Moller sinchi ko'zlarini tikdi. "Bo'ron uchirtib ketgan, hammasi yer ostida." "Sen bu yerdan
İnayet axunni sili o'zlari deb kelgan Moller birdilla uni sallashga boshladi. Nimalarni bayqagan? Bayqagan narsalar ko'p. Qadimgi pullar, tarşa putuk, sapalqachilar, oltin kumushdan tortib hammasi bor. İnayet axun kitobning gapini tilga olmadi. Buningdan Mollerning g'azabi toshdi. Kitobchi. Ana o yerdan qo'lib olgan. Biroq shamol hammani tindirib etibdi. Moller Yelim turdi, Qadir axun va yenirlarni Goma bozoriga avitib, 10 necha ishlamchi tepib kelishga buyurdi. Qolganlar bir yalanglıqda chidirlarni tikib, tömür tülikka o'rnatilgan ro ko'rilariga quritilgan cho'plarni soldi. Ondan oppoq cho'p ustiga konserva qutilaridagi beliq, to'xu, kala go'shi qo'rumlarini silib yedi. Orqadan choy qaynatib ichishdi. Angacha Goma bozoriga ketganlar dehqon ishlamchilardan 8 odamni akeldi. Ularning hammasi juldur kepan, chiroyi tatrang'u odamlar bo'lib, faqat bir nechasila yegan ishgandek bardam yigitlardan edi. Ishlamchilarning kunlik ish haqi bekitilgandan keyin ular xo'jalardagi qattiq zag'irlarni g'ajilab, qum yon bag'irlarda yirtiq yaktaklarga purkunib yetib qoldi. Chunki havo tutuq bo'lg'achqa atrofni qorong'ulik qoplab, hech nimani ko'rgili bo'lmaydi. Әдісі таң сәһәр yormasdilla ishlamchilar Moller ko'rsatgan yerlarni qo'lashga boshladi. Ular tushkicha tinmay ishlagan bo'lsa-mu, Inoyat axun ko'rsatgan yerdan hech nima, hatto odam so'ngini ham topolmadi. G'azablangan Moller Inoyat axunga hömbiyib qaradi. U parvoyi palak holda: "Bu degan talay, ba'zi narsalarga hamma odam erishavermaydi", dedi. Sen aldımızga yana 3 chaqirim mangsa Qaratal degan bo'stonliqda xarobilik bor degan eding. Shu yerga borsak qandoq? Ma'qul emsa? Inoyat axun Moller, Kinatun, Kevinslarni boshlab, qumdan cho'qchib chiqib turgan 2 eg'iz uyning xarobasiga boshlab kelib, bu yerdan ba'zilarining qadimgi kitoblarni qezib olganligini aytdi. Lekin Moller inchika zangsilib bu xarobilik tarixining uzun bo'lgandimi 200 yildan oshmaydiganligini mo'ljarladi. Biroq notunish yoziqdagi qo'l yozmalar va kitoblar oz degandimi 1000 yildan ortiq tarixga ega edi. Shundaq bo'lsa-mu, ishlamchilar buyruqqa asosan bir qancha yerni qo'lab, xarobilik ostin-ustin qilib etilgan bo'lsa-mu, qadimgi qo'l yozmalar turmoq biror tal sopol parchimi chiqmadi. Moller g'azabini bosolmagan holda ishlamchilarni chedir tikib dam ilishga buyurdi. O'zi yerliklardan ahvol o'qishish uchun mangdi. Dehqonlarmi bu xarobiliklarning qadim oyamdan tortib borligi, lekin hech kimning kitob qezib olmaganligini aytdi. Ishlar xeyla oydinlashdi. Moller qandaqdir notunish yeziq putilgan kitobni bayqagan Inoyat axunning bir aldamchi ekanligini his qildi. İki qitimlik qidirishda o'ng'izsizlikqa uchirgan Karnik Moller boshqacha yo'l tutdi. U Xotanda boyliq izdiguvchi qarindoshlar jamiyatining borlig'ini angladi. Ular asara atiqa sodisi va saxta qo'l yozmalar sodisini tizginlagan guruh bo'lib, Moller ularni yuqori bahoda setib oldi. Hem bularning ichidan kichik bir chorlash atirti tashkillab, ularni Xotan atrofidan boylik va xaroba izlashga silib, o'zi bir fotograf bilan Xotanning xaritasidagi to'g'ri o'rnini o'lchash uchun Qaraqo'rim teg'iga yurib ketdi. U yerdagi ishlar bir qo'r saramjon topgandan keyin Xotanga qaytib keldi. U tashkilgan chorlash atirti mushu bir oy ichida topgan madaniyat yodikorliklarini ko'rib, xushalligidan hoshidan ketgili tasliq qoldi. Biroq ular orasida Inoyat axun ko'rinmaydi. Moller uni surishtirgan edi, boshqalar uning bir haftani oldida yo'qolib ketganligi, uyiga izlab borsa bolalarini elib nagidur qochganligi, ammo uyida bir qadimiy qo'l yozmani unutib qolganligini aytdi. "U qo'l yozma qani?" oldirab so'radi Moller. "Men akilib Kinatun appandiga berdim", dedi Hilim turdi. "Asli uni oshpaz Qodir axun uchirtibdi-kan. Sizlar ishkinglarni atirtimga ilib qilib bek oqilona ish qilibdikanman. Sizlar menga ko'p sodiqlik ko'rsatdinglar. Qanchalik mukofot bersam arziydi?" Moller shu kuni kechacha qo'l yozmaga bir qarabla bu notunish yeziqda putilgan kitobning qog'ozi va yeziq shaklining Inoyat axun setib bergan qadimgi kitobga o'xshaydiganligini bayqadi.
U barmog'ini ho'llab kitobdagi xatlarga tekkizgan edi, ular shu hamon tezla sovishib uchib ketdi. "Vu aldamchi kazzab! Xap to'xtab tur. Adabingni bermaydigan bo'lsam." Mollerning ko'zlaridan o't chaqnadi. O't sharida ko'tarilgan quyosh xotanni qip-qizil shoyi atlaslarga burkidi. Yiroqdagi kanit yezilar bajoyiki yomg'ir bulutlarida hiyinib yotadi. Әтигәнки bu hadis go'zal manzara Karnik mollarni qiziqtira olmadi. Keyingi qadamni qandoq besish bu bosh qatirgan dardisar edi. Inoyat Axun qichib ketdi. Qo'l yozimining rost yolg'onligi aniqlanmadi. Ekspeditsiya chorlash atriti nurg'un yodikorliklarni tepib kelgan bo'lsa-mu, ularning hammasi ancha qimmat yo'q parcha-purat narsalar edi. Onunğa keriki bir bütün şəhər xarabisi, top-top madaniyat yadikorliklari, boshqalarda yo'q asara atiqalar. Qisqasi, birdilla ko'zga ko'rinadigan sha'nu shuhrat manbasi edi. Moller Makartini so'g'at qilgan xaritini ichib amdila ko'z yugurtib turishi sirtda bir kimning ruxsatmikin degan iltijos anglandi. İcazat berilgandan keyin chidir yapquchini qayrib yelim turdi kirib keldi. Onun chiroyidan bir xo'sh xabarni sezgan Moller uni o'ltirishga taklif qildi. Xotanning Teti yezisida To'xtugul ismli bir kishi bor ekan, dedi Helim turdi temkin holda. U nihoyat ko'p asara atiqlarni bayqagan, ham taklimakonni pishiq bilgan odam ekan. Uning otasi-mu boylik izdigichi bo'lib, taklimakonda 30 yil qazish ishi bilan shug'ullanibdi. Undaq bo'lsa darhol uni topayli. Moller qavatla xo'shal bo'lib ketdi. Onun turalg'usini bilamsan? Bilaman. Bultur bir og'indan boshlab borgan. Biroq bu kishining mijozini g'alita deb angladim, dedi Helim turdi manglayini qashlab turib. Tanha harakat qilib hech kim bilan hamkorlashmaydi ekan. Doim qadimgi buyumlar savdogarlari bilan uchrashib turg'ashqa uydan topmoq tas o'xshaydi. Shunga ekspeditsiyachi Strich Werner bu kishini topa olmabdi ekan. Hey Helim, pul hammaning ko'zini qizartib, mo'mdak yumshatib o'tadi. Moller Helim Todining xo'sh xabari uchun qo'liga 2 dona oq tanga tutqizdi. Sen shu turmush halakchigida ota-onani tashib yurmamsan? Yur meni boshla. Moller shu hamala tayyorlanib Helimni boshlab chiqib ketdi. Ular otlarga minib ilchiga keldida Dotayning huzurida hozir bo'ldi. Wang Dotay ahvolni uqib ularga yerlik amallardan birini qitib qo'ydi hamda "Uni misa bog'lab elib kelinglar" deb farmon tushirdi. İçida ming bir ziddiyatli xiyollar cho'milida qimishib turgan Moller Teti yezisiga borguchi. U odam unmay qo'yarmi? Xo'talik degan johil haq. Birini bir digulik deb necha yuz odam beshini silib bergan tursa. Bomutmayya deb turib olsa qanday qilg'uliq? Majburliqqa ishdan hargiz yaxshi oqibat chiqmaydi. Agar unugan taqdirdimi Inoyat Axundek to'ppomga chigdisalarmi? Degandek ansizchiliklar ichida Teti yezisiga yetib bordi. Helim degandekla To'xtiqulning ishkiga yo'g'on qara qulib siliqliq turatdi. Moller savrichanlik bilan bir kecha saqildi. Yerlik amaldor bir tüp daraxtga yulinib mugdab qolgan bo'lib, Helim quruq eriq ichida tugilib uxlab yotdi. Tong etib kunmi chiqdi. Biroq To'xtiquldan hech derak yo'q edi. U tush peshin bilan qaytib keldi. Çaşları paqpaygan, yüz gözlerini kir basqan, çigi saqal bu adam tirik asara atiqining o'zila edi. Uning uyumu eshak eg'iliga o'xshash bo'lib, yerga salgan gilam palaslarini to'pidan farq qilg'il bo'lmaydi. Shundaqdimi, Moller supida Uyg'urlar padisida yukinib o'ltirib, kelish maqsadini bayon qildi. Ham uningdan o'ziga, ham qon bo'lib yordam berishini o'tindi. 60 yoshlarga olishib qolgan To'xtiqul gadini kartilditib qashlab, xeli o'ltirgandan keyin yerlik amaldorga qo'rinibgina qarab qo'ydi. Ondan u injiqlab, duduqlab eg'iz ochdi. Men azaldan yolg'iz harakat qilaman. O'zlariga qanday yordam qilishimni bilolmadim ayna. Menga yo'l boshlig'uchi bo'ling. Qimmati bor xarobaliklarga boshlab bering. Moller kumush qachlangan bir xaltini uning oldiga qo'ydi. Bu sizga oldin berilgan haq. Men cho'qim qadringizga yetaman. To'xtiqul bir xalta kumushga qarab qo'ydi, lekin chiroyidan xo'shal bo'lganlik yoki hayron qolganlik alomati ko'rilmadi. Bu narsalar qumliqda samandek.
dedi To'xtiqul parvoyig'imi olmay. Kerak bo'lsa o'zim ko'lib olaman. To'xtiqul, dedi yerlik amaldor kibri bilan hayva qilib. Mollar apandim hukumat ruxsati bilan ekspeditsiya qilyotidi. Hukumatning uningga har tarafdan qulaylik yaratib berish to'g'risida uqtirishi bor. Bu ishqa bo'yintovoqlik qilganlik hukumat bilan qarshilashganlik bilan barobar. Oqibatingni o'ylabroq bir nima degan. Yerlik amaldorlarning zulm sitamlaridan ko'p ko'rib, yurak oldi bo'lib ketgan To'xtiqul lasita bo'lib qoldi. Lekin heligar mollar o'rnidan dast turdi-da To'xtiqulni quchoqlab oldi. Do'stim, mening sizni majburlash niyatim yo'q. Kumush orqali sudlashmoqchi emasman. Men faqatla yordamingizga muhtoj. Biz do'st bo'layli. Qadinas og'inlardan bo'lib qolayli. To'xtiqul bu shirin gaplardan ta'sirlandimi yoki yerlik amallardan qo'rqdimi, ish qilib mollarga ma'qul bo'ldi. U yo'g'on bir sanduqni tasdiqda ko'tarib chiqib, mollarning oldida og'zini ochdi. Mollar ko'rganlariga ishonmayli qoldi. Kichik-kichik oltin butlar, kumush qushuq, kumush taxsilar, yog'och o'ymalar, ranglik loy qo'rchoqlar ko'z chaqintib turadi. Mollar Hindistonning Brahma yeziqi putilgan tam rasmning parchasini ilib, uning Budda dini bilan munosabatlik loy qapartma san'at buyumi ekanligini jazmlashtirdi. U yana bir parcha qog'ozni oldi. Uningga ijir-mejir qilib bir xil yeziq yozilgan bo'lib, u Budda dini oyatlarida qilatdi. Bu narsalarni qayerdan topdingiz? So'radi mollar hayron bo'lib. Xotanning sharqi shimoldagi qumliqdan. U yer yiroqmi? 9-10 kunlik yo'l. Mollar xaritini ichib To'xtiquldan u yerning o'rnini ko'rsatib berishni aytqaydi. U beshini chayqab xaritini tunmaydiganligini, ammo u yerning Dandan o'ylik deb atilganligini aytib berdi. Mollar darhalla Strich Werner borgan Pilchi uyi degan yer bo'lishi mumkinligini esiga oldi. Strich Werner u yerda necha ming yil burunqi buddizm madaniyatining iznalarini bayqagan edi. To'xtiqul taqsir, mollar taqsikashlikni o'xshatdi. Biz burun u yerga berib qo'lga ilg'udak narsa topolmagan edik. Ajiba. Sizlar Dandan o'ylikni qalpiqimdak deb chaqlab qolgan o'xshaylar. Tekshirgichlarning oyoq izi tushmagan yerlarmi bor? To'xtiqul ifodasizlar kulib qo'ydi. Men sizlarni noumid qo'yarmanmi? O'zida ishonch paydo bo'lgan mollar Dandan o'ylikni birinchi qazish nishoni qilib tanladi. Sodda, muloyim, qo'lmijaz To'xtiqulning aldamchilik qilishi mumkin emas edi. U yerda orollar bir kun turgan Strich Wernerning hamma narsani ilib ketalishining mumkin emasligini, yer ostidagi nurg'un asar atiqlar boyliqlarning o'zini saqlab turganligiga cho'nqir ishongan mollar xushalligini sirtqa chiqarmadi. Mollar ekspeditsiya atirdi 11 kunlik jafoliq safardan keyin Rojdestvo bayramining haribisida Dandan o'ylikka yetib keldi. Bu yer qaqasliq, veyrona, o'lim purab turadigan, hamma yer boyliq izdigichlarining izlari bilan to'lgan nihoyatda surlik joy edi. Boyliq izlash bilan dong chiqargan To'xtiqul boshqalarning qo'li tegmagan joylarni ko'rsatib berdi, ham qanday qazishning usullarini o'rgatdi. 20 da qovul medikarlar havoning qattiq sovuqligiga qaramay ishga kirishib ketishdi. Jotu va Angliyadan ilib kelingan aplik gurjaklar ko'z oldidagi omaddan bishorat bergandek tarong-turong ovozlarni chiqarishatdi. Bu bishoratdan mollarning yuraklari tartibsiz so'qmoqda edi. U xuddi dehqonlar yerdan chamg'ur qolayotgandek, baliqchilar daryo dengizdan baliq suzayotgandek, boylik usuvilish orzusining amalga eshish oldida turayotganligidan to'liq shodimon ko'rinadi. To'xtiqul ha deb vaqirab, jaqirab ishlamchilarga madad bermoqda edi. Birinchi kunila 150 parchada qadimgi buddizm tam rasmlari va haq qapartma naqshlar qezib olindi. Bu yerning butxona ekanligiga ishongan mollar har bir parcha buyumni rasmga tortib bo'lgandan keyin sanduqlarga qachilab to'shishga mas'ul xodim orqali Angliya muzeyiga yo'lga soldi. Ikkinchi kuni u 8 fut cho'nglikda qolgan qurilishlarni qezib, bir turkum tam rasmlari va qapartma naqshlarni bayqadi. Ammo u eng tashna bo'lgan qadimgi qo'l yozmalar tepilmadi. Qadrli birodarlar,
vaqirdi u do'ng ustida turib. Kim birinchi bo'lib qo'l yozmalarni bayqisa, shuningga 10 qadoq kumush in'om qilinadi. Kumush pulning gapini anglagan ishlamchilar shundoq kirishib ketdiki, mushu qattiq sovuqda chiliq-chiliq tarlab ketdi. Uzoq o'tmay qum azgiri ichidan birining "Hujjat!" degan hayajonli ovoz anglandi. Arqadanlar biraylan maynat ham tuklik qo'lida bir varaq so'qchaq qog'ozni egiz ko'tardi. "Men topdim!" Moller etilib berib, sarg'ayib ketgan qog'ozni ikki qo'llab oldi. Uningga sanskrit yozig'i bitilgan bo'lib, qog'ozning bir chetidagi tushikka qaraganda bu tüplekli kitobning bir varaq edi. Arqadanlar yana tepildi. Bu qo'l yozmalarning hammasi 5-6 asrlarda sanskrit yozig'ida yozilgan Budda nomlari edi. Moller qo'l yozmalar bayqalgan bu imorat Budda ibodatxonasining nom saqlash uyi bo'lishi mumkin deb qiyos qildi. Xushalliqi ichiga patmay qolgan Moller in'om berish va'dasini darhol o'g'riladi va keyinroq topqanlarga azroqdan kumush pul berdi. Qidirish, izlash taluvlarcha to'xtamay davomlashdi. Qimmatli yodgorliklar uzluksiz qezib chiqarildi. Moller har qatim boyliqqa erishganida nihoyat hayajonlanib, Tangriga shukr sanolar keltirdi. 3 haftaga yaqin vaqt ichida Dandan o'ylikda 14 xarobini qezib, hisobsiz madaniy yodgorliklarga erishdi. U yanvarning boshlari nurg'un boyliqni ot, eshak, to'glarga ortib, Dandan o'ylikdan ayrildi. To'xtiqul ko'rsatgan yana bir xarobilik Niyaga qarab yo'lga chiqdi. U xuddi yer tavrashdan keyingi xarobilikdek vayron bo'lgan Dandan o'ylikka qarab To'xtiquldin "Biz ketgandan keyin bu yer qandoq bo'lib ketar?" deb so'ragaydi. To'xtiqul nima deyishini bilolmay beshini silib turdi. "Ha ha ha!" Moller qaqqaqlab kuldi. "Bu yer ilgirgideklar yana tunilmay qilaveradi. Qarg'ina, xuddi balalaridan ayrilgan bag'ri sunuq onaga o'xshab qolganni." U shu qitimda Niya, Andir, Qaratuq, Ravoqlarga safar qilib 3-4 ay ichida hisobi yo'q yodgorlik, zibu zinnat, marvoyit, go'har, oltin but va qo'l yozmalarga erishdi. Bo'lib Ravoqdagi 9 kun uzildirmay qezishda 91 yo'g'on but va but satavaning haykallarini qezib chiqarib, nurg'un tam rasmlarini o'yib oldi. Aprelning boshlari Takmakonning temperaturasi o'rlab, qum bo'ronlar uzilmay chiqishga boshladi. Karnik Moller, Kinatun Bayis, o'lchash mahiri Kivinis, Tayyortab Henry, qidirish avliyosi To'xtiqul, oshpaz Qodir Axun, sodiq chakiri Helim Turdi qatorliq hamrohlarini va bir qism qozg'uvchilarni, shundaqla kichik do'sti Karru ismli pista kuchini ilib Xotanga qaytdi. Qazg'uvchilarning murisidagi Angliyada yasalgan gurjaklar qumga petilini vergashga oftobda texmu yaltirab ko'zlarini chaqnatdi. Mollerning qizish faoliyati texi oxirlashmagan edi. Amdilikda u Inoyat Axunning ichki dunyosini qezib, butun arxeologiya sohasini zilzilaga silish planini amalga oshirmasa bo'lmaydi. Buning keltirilgan ulug'vor shon shuhrati Yevropa ilm ahli oldida tasavvurga sig'maydi. Shundaq qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelgan qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.